Parfyumlar haqida gaplashamiz. Parfyum borasida odamlarni naqd 3 ga bo'lish mumkin. Birinchi tur bu shlefli atirlarni yaxshi ko'radigan, ya'ni gupurlatib sepsa atiri shunda o'tib ketganda orqasidan hidi qolsa deb, "Vau, men bu odam qanaqa parfyum ishlatibdi ekan-a" deb qiziqsa. Ikkinchi turdagi odamlar parfyum sepsa o'ziga va atrofdagilarga noqulay bo'lmasa, muhimi kimdir yoniga yaqinroq kelganda yoqimli taassurot qoldirsa. Ya'ni parfyum sepsa-yu, lekin shovqin soladigan hid bo'lmasa. Uchinchi turdagi odamlar bu umuman parfyum sepmaydigan odamlar. Ulardan yomon hid keladi degan emas. Doim o'ziga qarab xushbo'ylantiruvchilar ishlatib yurishadi, lekin parfyum sepsa bosh aylanadigan, ko'ngli ayniydigan yoki xronический yo'tali tutadigan, kimdir parfyum sepganini ham yoqtirmaydigan odamlar. To'rtinchi, parfyum ham sepmaydigan, xushbo'ylanib ham yurmaydigan, o'zidan qanaqa hid kelishi umuman ahamiyatsiz ham bo'lgan odamlar ham bor. Lekin menimcha musulmon odam, umuman har bir odamzod poklanib, xushbo'ylanib yurgani ma'qul. Odammiz-ku. Odamdan boshqa qaysi mavjudotni ko'rdingizlar parfyum ishlatgan? Xullas, menga obuna bo'lib qo'ying. Parfyum va kosmetika haqida hali ko'p gaplashamiz.